Xo'p, akalar, sizlar ham Toshkentda qiynalgansizlar, biznes qilaman deb. Chestda, hozir mana Toshkentda biznes bor edi, yurayotganda, gruba $1000 atrofida arenda to'lardi. Bu bir. Oilalar keladigan bo'lsa 5 milliondan baland. Pallibon 5 milliondan baland bermasangiz, u ishchi umuman ishlamaydi sizda. Xo'p, undan keyin uchinchisi o'zi pitaniyaga ham juda ham e'tiborli berish kerak bo'lardi. Pitaniya ham ancha normal rasxodga tushib ketardi. Bu 3. Xo'p, to'rtinchisi ofisingizda absolyutni cho'tki qilib ushlash kerak bo'lardi. Chunki mehmon kelayotgan bo'lsa, siz birinchi ofisga qaraydi, sizga qaraydi, proyektingizga qaraydi. Undan keyin raqobat. Raqobat juda ham ko'p. Misol uchun konsalt sohasida bo'lsa, konsalt sohasida tiqilyapti raqobat. Yana qayerga? Xususiy bank agentligi tiqilyapti. Yana nima? Hammasi tiqilyapti. Xo'p, Sirdaryoga keldim. Ofisni yopdim. Endi qaranglar, arenda ikkita xonaga gruba xonalar ham normal sharoitda 35 atrofida 70 metr kvadratga men 2 million to'lov qilyapman, 2 million so'm. Undan tashqari ishchilar oyligi 2 million 3 million atrofida. Undan tashqari raqobat yo'q. Juda ham hech kim yo'q raqobat. O'zingiz maza qilib ishlaysiz. Bitta viloyatda, bitta shaharda. Xo'p, targetni ham deylik, targetni ham yoqayotganda Toshkentda o'rtacha $1 dan $4 gacha atrofida chiqadigan bo'lsa, har bitta lit narxi bu yoqda juda ham kam. Chunki bu yoqda raqobat yo'q. Instagramda yoqishmaydi. Gruba 05, 04, 03, maksimum 1 gacha ham chiqadi. Undan tashqari, o'sha boya aytib o'tganimdek raqobat yo'q. Faqat sizning tovaringiz bo'ladi yoki sizning proyektingiz bo'ladi, olishga majbur bo'ladi yoki Toshkentga olib kelish kerak bo'ladi. Undan keyin ishonch degan masalasi ham ancha katta rol o'ynayapti hozir bu yerda. Chunki bizning proyektlarimiz ancha kattaroq. O'shaning uchun Sirdaryoning o'zida bo'lgani uchun, Gulistonning o'zida bo'lganligi uchun ko'p klientlar bizga ishonib, shodli ekan, aldab ketmas degan narsa bo'lyapti. Bu ancha katta rol o'ynayapti bizda. Lekin bitta taraf bor, to'g'ri, ishchilar har xil. Chunki bir xil ishchilar bor. Mana Toshkentdagi ishchilar yaxshi IQ darajasi ancha balandroq, lekin viloyatdagi ishchilar IQ darajasi pastroq. Uni ham hal qilsa bo'ladi. O'rtada 3 barar yo 4 barar atrofida qimmat bo'lyapti Toshkent biz uchun. Klient baza bir xil. Biz onlayn ham sotaveramiz. Toshkentliklarga, to'g'risi Toshkentda yashayotganlarga yaqinroq. Va undan keyingisi nima bo'lishi mumkin? Kommentariyada yozib ketinglar.